onalar, siz haliyam bolamga DTP tashxisi qo'yilgan deb yig'lab o'tiribsizmi? Bu yerda esa bizni Behruz o'zini evlab, hattoki to'ylarga chiqishni boshlagan Behruz bolajonimiz 14 yoshda. Tinglang. Sendaqasi yo'q bu olamda, muhabbating har bir nolamda, hatto rohat dardu alamda, sevmasang ham sevgan bo'lardim. Eng chiroyli gulsan samanda, go'zallikning hammasi sanda. Bo'lsaydi iqtidor manda, suratingni chizgan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda ketar savdoga, yana borgan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda ketar savdoga, yana borgan bo'lardim. Huzuringda aylasam mehmon, yetar edi ishqing namoyon. Mazza qilib bir orom jahon, bog'laringda kezgan bo'lardim. Yoding bilan yashayman hamon, ishon seni sevaman yomon. Ko'nglimdagi umidsan chunon, sen bo'lmasang nima qilardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda ketar savdoga, yana borim tutgan bo'lardim. Barakalla, barakalla. Behruz bolajonga DTPni diplomatik turi qo'yilgan. Bolajon hozir bemalol yuradi. 6 yoshida yurib ketgan ekan Behruz va albatta ota-onasiga tashakkurlar deyman. Men boshim bilan ta'zim qilaman. Nega bilasizmi? Sababi ota-onasi tushkunlikka tushmadi. Bolamda shunaqa tashxis ekan, 6 yoshda ham endi yuryapti demadi. U 6 yoshda yurgandan keyin Behruz bolajonni ota-onasi muzikalniy shkolaga, ya'ni maxsus musiqa maktabiga berib, bolajonni rivojlantirib, mana shunaqa qobiliyatgacha olib kelgan ota-onasiga tashakkurlar. Baraka top bolam. Kimga yuboramiz endi videoni? Kimga? Yulduz Usmonovaga yuboramizmi? Bo'ldi, Yulduz Usmonovaga yuboringlar bu videoni. Hamma Yulduz Usmonovaga tarqatinglar, ko'rsinlar. DTP tashxisi bo'lishiga qaramasdan mana shunaqa zo'r talantli bolajon bor bizda. Agar Yulduz Usmonova xudo xolisa biz ham trenddan qolmaymiz. Yulduz Usmonova komment yozsalar, nima qilamiz Behruz? Bizga komment yozsalar nima qilamiz? Telefonni almashtiramizmi? Telefon padarga qilaman. Telefonni almashtiramiz. Mana biz ham hamma trenddan qolmaymiz. Bu Behruzning telefoni sinib ketibdi. Hamma yuborsin Yulduz Usmonovaga. Agar mana shu videomizga Yulduz Usmonova komment yozsalar, Behruzga xudo xolisa yangi telefon o'zim sovg'a qilaman. Yozmasalar ham sovg'a qilamiz, mayli. Shunda ham yuborib qo'yaveringlar. Bolajonimiz iloyim shunaqa xalqqa xizmat qiladigan bola bo'lib yetishyapti. Alhamdulillah. Tushkunlikka tushmang. Ya'ni sizning ham farzandingizga DTPning diplomatik turi qo'yilgan bo'lsa, sizda ham imkoniyat bor. Uni uyga qamamang. Uni odamlardan bekitmang, uni o'qiting, rivojlantiring va Behruzga o'xshab mana shunaqa holatga olib keling. Yulduz Usmonova komment yozing, biz keyingi safar sizni qo'shig'ingizni qo'yamiz, to'g'rimi? Bitta Yulduz Usmonovanikidan yodlab berasanmi? Xudo xolasa inshaalloh. Bo'ldi, mana keyingi qo'shig'imiz Yulduz Usmonovaniki bo'ladi. Sog' bo'linglar.